Assalamu alaykum, salom barliq azizlar. Hammaga muşaqtınlar xeyirlik bo'lsin. Bu yutilgan dersimiz go'shtlik baranga quruq qozon qo'rimisi. Bunun yetarlik materiallardan go'shtdan muvofiq miqdorda barangidan mag'lolatda to'g'ralgan bo's bo'ldi. Bir 2 dona ishlasak bo'ldi. Undan keyin kunjut, zira, uloq zira emas, shu tabiiy qandaq don zira. Undan keyin lozidan sal cho'ngroq to'g'ralgan mandaq loz ishlatamiz. Bununla yana şalçong, yani kichik g'olpiyozni ishlatamiz. To'g'rab tayyorlab olamiz. Sinjandan yana muvofiq miqdorda tayyorlaymiz. Buningga kunjutni, ananikin zirini, lozini o'zinglar ayrim pindikoda tuz qazimizda. Azroq shu bo'sh o't qaqlab olsak, buning xushburuq shunda yaxshi bo'ldi. Ishlatgan vaqtimizda ta'mi yaxshi bo'ldi. Qizil lozni qanday kichik jan loz bog'i, ashi lozni quruq qozonda qo'rilib, ananikin ezish mashinalarida ezib holatda tayyorlab olsanglarmi, yana shunda yaxshi bo'ladi. Buldum qorayli qozonga bir chumush atrofda moy qo'yamiz. Miyimiz shu siyimizdan oz ko'plikka qarab bo'ldi. Andan keyin go'shtimizni odatda to'nglatqudan chiqqan go'shtni to'g'ragan vaqtda nipis to'g'rig'il bo'ldi emasmi? Lekin nipis to'g'ragan bilan bu go'sht muz holatda bo'lg'achqa suvga bir silib, suvdan pak siqib etib, undan keyin tuzdan muvofiq miqdorda beriblar, mejib ta'mlantirilib, andan keyin bunda qo'rsak, ta'mi texmi o'zgacha yaxshi bo'ladi, Mana xanımlar biraz qo'rg'an ekan go'shtimiz qizadi. Musholat kelgan chaqda go'shtni bir yoqqa yig'ib qo'yib, miyiga jo'larni purchaq qiyamdan bir qo'shq atrofida silib, buni shu mayda yaxshi aralashtirib, mayga ta'mini chiqarib bo'lgan keyin, ana keyin go'sht bilan biriktirib qo'yamiz. Mushta qilgan chaqda purchaq qiyamning ta'mi texmi yaxshi ta'm chiqadi. Mushta qilib go'shtga ta'm kirgizib olamiz. Anan keyin yağını, yani berengimizni silib, qo'rishni boshlasak bo'ldi. Agar qozonimiz bir qurib ketadigan, bunda chaplashadigan ahvol bo'lsa, muvofiq miqdorda, oz miqdorda suv quyib turib, ashta qo'rib pishirib olamiz. Mana biraz qo'rg'andan keyin barangimizmi pishdi. Pishgandan keyin zirini, lozini silib, bir aralashtirib qo'rib bo'lgandan keyin shalchongni, anan keyin tuzdan muvofiq miqdorda jangyudan yana bir qo'shq atrofida silib qo'rsak bo'ldi. Tuz ta'mini yaxshi tanishinglar. Go'shtni bayam tuzlantirib oldik. Anan ustiga purchaq qiyamimi tuzliq bo'lgan keyin pek tuzliq bo'lib ketib qolmasin. Ta'mini tanishib qilsanglar bo'ldi, Mana shu darlamalarni sap bo'lgandan keyin bir qo'rib, kunjutni bir silib, bir qo'ritiblar, anan keyin qozonimizga suv olsak bo'ldi. Mana xonimlar, bu pishib chiqdi. Taqsirimizga suv oldik. Mush holatda iste'mol qilamiz. Ustiga shu shalchong cho'ngroq to'g'ralgan shalchongni tashlab qo'ysak, texmi rangli chiroyli chiqadi. Bo'ldi xonimlar, bugungi darsimiz tamomlansa.